Masalan, oldi bilan ham hozir kirishingiz mumkin. Hali yo'q suvga kartoshkalar dekabr oyidan ekib qo'yganda. Qani bu bo'ladimi? Bo'ladi. Qaysi biriga kiryapman? Tomorqangni qaray, yozaman mana gruppamga, yozaman. Menga savoli suv deydi. O'sha joyiga men ojizman. Boshqa tomonidan men qo'rqmayman. Bu anoda. Nechida qilib berasiz? Bu kechgacha qilib berarlarmi? Ma'lumotini Agar bo'ldi, bugun kechgacha Mana chiqib bugun- Nechta yosh bor, boya nechta bolaga Nechta aholi. aholidan keyin boya bolalarga bergan yerlaringiz ana qancha? shu oldimizda ham hozir yerda hektar dalani bo'lib berish kerak bo'lib turibdi. Olishga yekkilanyapti ana shu yoshlar, ishsizlarimiz. Suv bo'lmasa nima qilamiz olganda? Ertaga buni nalogi bor, boshqasi bor, ular ham alayapti. Qo'yib bering muammo. Qancha yoshlarni ish bilan ta'minlash? Bo'ldi. Sayrovchi bugun kechgacha hokim yordamchisi bilan maslahatlashing. Uni tahlili bor baribir. Iqtisodchi prognoz qilib beradi. Kerak bo'lsa o'sha tadbirkordan yana qaytadan so'rab ko'ringlar. Nasosing qancha, quyosh paneling qancha? Qancha daromad oladi aholi? O'zingizning prognozi bor unda hokim yordamchisi.